Assalomu alaykum. Men Mirzo Ulug'bek tuman axborot kutubxona markazida faoliyat yuritaman. Bugun sizlar bilan dunyo adabiyotidagi eng sirli va mashhur asarlardan biri haqida gaplashamiz. Ba'zi yozuvchilar shunchaki hikoya yozadi, ba'zilari esa butun bir olam yaratadi. Mixail Bulgakov ana shunday ijodkorlardan biri. Uning asarlarida haqiqat hech qachon oddiy ko'rinmaydi. Har bir voqea ortida yashirin ma'no bo'ladi. Bugun sizlarga uning eng mashhur asarlaridan biri Usta va Margarita haqida gapirib bermoqchiman. Bu oddiy roman emas, bu savollar uyg'otadigan kitob. Tasavvur qiling. Bir kuni Moskvaga sirli bir chet ellik keladi. Lekin u oddiy inson emas. Uning ismi Voland. U o'zini sokin tutadi, ammo uning atrofida tushunarsiz va dahshatli voqealar boshlanadi. Hammasi ikki yozuvchi, Berlioz va Ivan Bezdomning Voland bilan uchrashuvidan boshlanadi. Voland Berliozning taqdirini oldindan aytadi va oradan ko'p o'tmay bu bashorat ro'y beradi. Shundan keyin Moskva go'yo butunlay o'zgarib ketadi. G'alati hodisalar, kulgili vaziyatlar va sirli voqealar ketma-ket yuz beradi. Ivan Bezdomniy esa bu voqealardan keyin ruhiy shifoxonaga tushadi. Aynan shu yerda u usta bilan tanishadi. Usta yozuvchi. U Iso va Ponti Pilat haqida roman yozgan. Ammo haqiqatni yozgani sababli jamiyat tomonidan rad etiladi. Bosim va qo'rquv sabab u o'z qo'lyozmasini yoqib yuboradi va asta-sekin ruhiy azob ichida yashay boshlaydi. Lekin bu hikoyaning yuragi Margarita. U sevgi uchun hamma narsaga tayyor ayol. Hatto ustani qutqarish uchun Voland bilan kelishuv qiladi. Margarita jodugarga aylanadi va shaytonning mashhur balida qatnashadi. Asar davomida siz bir narsani anglaysiz. Bu shunchaki fantastik hikoya emas. Bu inson haqida, jamiyat haqida, qo'rquv, haqiqat va erkinlik haqida. Agar siz hali ham Usta Margarita asarini o'qimagan bo'lsangiz, albatta tavsiya qilaman. Va albatta ushbu asar bilan to'liqroq tanishishni istasangiz, sizni Mirzo Ulug'bek tuman axborot kutubxona markazida kutib olamiz.